Assalomu alaykum. Bugun iyul oyi egizaklar uchun qanday o'tishini ko'ramiz. Niyatingizni oldim, shifoli ochilim bo'lsin. Avvalo moliya taraflama juda yaxshi imkoniyatlar ko'rinmoqda. Pul bilan bog'liq ijobiy yangiliklar bor. Menimcha biror qimmatli narsa sotib olasiz yoki biznes ochish haqida o'ylaysiz. Bu yerda mana bu yerda pul taraflama kuchli omadli kartalardan biri hisoblanadi. Shularni aytmoqda azizlarim. Shuningdek sizlarga kutilmagan o'sish bo'lishini aytmoqda, ya'ni yangi loyiha sari harakat qilishingiz yuqoriligini ko'rsatmoqda. Sevgi masalasida oxirgi paytlarda o'zingizni siqilgan, bosimda qolgan, bir joyda tiqilib qolgandek his qilsangiz, bois stress tugashi, stress kamayadi, vaziyat yengillashadi. Sizni hayotingizda taqdir olib keladigan muhim o'zgarishlar bor. Yangi bosqich, boshlanish, omad boy sizga burilishini ko'rsatmoqda. Munosabatlaringizda nimanidir bu oy isbotlamoqchi bo'lgan ishtiyoq sizga paydo bo'ladi. Atrofingizdagilarga, sevgan insoningizga nimalarga qodir ekanligingizni amalda ko'rsatishni harakat qilasiz. Bu holatlar janjal, tortishuv emas, balki o'zingizni namoyon qilish va oldinga siljish jarayoni bo'ladi deb bu kartamizda ko'rsatmoqda. Hayotingizda tartib, barqarorlik va farovonlik kuchayadi bu oy sizlarda. Uy, oila va hattoki nikoh bilan bog'liq jiddiy qadamlar tashlash ehtimoli ham bor. Umumiy olganda iyul oyi egizaklar uchun pul va ishda yangi imkoniyatlar, yangi boshlanishlar, kuchli energiya, stressdan chiqish, taqdiringizda ijobiy o'zgarishlar bo'ladi deb bu kartamizda aytmoqda. Xo'p, munosabatlarda o'zingizni isbotlash va oldinga siljish, uy, oilada barqarorlik, hayot sari yaqinlashish imkoniyatlarini ko'rsatmoqda. Bugungi egizak vakillari uchun bo'lgan tarot talqinlarimiz shulardan edi azizlarim. Sog' bo'linglar.